Assalomu alaykum. Demak, biz mana 6-variantni ham boshladik. 6-variantning birinchi savoli quyidagicha. Komponentlarning hajmi uchlariga qarab, havodan yengil yoki og'irroq bo'lishi mumkin bo'lgan gazlar aralashmasini ko'rsating deyapti. Demak, A javobga qaraymiz. A javobda bu yerda is gazi bilan etilen, demak, 1 ga 1 mol nisbatda berilgan gazlar. Demak, bu gazlarning o'rtacha molar massasini topamizki, havoni massasidan og'ir bo'lsa, demak og'ir ekan havodan deb olamiz. Demak, buni massasi 28, buni massasi ham 28. Demak, o'rtacha massasini topishda endi demak 28 ko'paytirilgan 1 plus 28 ko'paytirilgan 1 bo'lamiz. Shuni 1 plus 1 ga. Demak, 28 ni 28 ga qo'shadigan bo'lsak, 56 bo'lamiz 2 ga 28 bo'ladi. Demak, 28. Demak, havoni massasi 29 ligini bilib olaylik. Havoni o'rtacha molar massasi 29. Demak, og'ir emas ekan. Javob emas. Bizga B javob. Vodorod bilan ammiak. Vodorod bilan ammiak. Demak, 1 ga 1. Buni massasi 2, buni massasi 17. Demak, ikkalasini qo'shib 19 bo'ladi. 2 ga bo'lsak, baribir 29 dan og'ir bo'lmaydi. Demak, B javobni ham olmaymiz. C javob. Karbonat angidrid bilan ozon. Demak, karbonat angidrid massasi 44, ozonning massasi 48. Qo'shamiz 1 ga 1 mol nisbatda. Buni qo'shib 44 plus 48 qo'shamiz 92 bo'lamiz 2 ga 46. Demak, 92 bo'lar ekan. Bo'lamiz 2 ga 46. Demak, bu gazimiz, bu aralashma komponentimizning massasi havoni massasidan og'irroq ekan. Endi javobni ham ko'raylik, mayli. Neon bilan demak, propan. Neon massasi 20. Demak, propanning massasi 44. Demak, qo'shamiz. Demak, 20 ga 44 qo'shsak 64 bo'ladi. 64 bo'ladi. 64 ni 2 ga bo'lib beramiz. Demak, bu bo'ladi 32 bo'ladi. Yaxshi, bu ham og'irroq bo'lyapti, lekin bizda hajm yurishlariga qarab havodan yengil yoki og'irroq bo'lishi mumkin bo'lgan gazlar aralashmasini ko'rsating deyapti. Havodan yengil yoki og'irroq bo'lishi mumkin bo'lgan. Tak.